kambag'al mard bola deyishadi. Ko'p guvoh bo'lganman buni ham. Bir yigit o'ylanyotdi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga aytib keldi meni. Aka, endi men sizga niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilaylik, men o'zim mashina sotadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yini? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat akamdir, Rashid Tariq shogirdi Nig'mat. Lekin aka rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech anaqa qilolmayman, pul yig'olmayman dedi. Abdulla Qurbonov go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa anaqa olmay, hech yig'olmayman deb nasib dedi. Aytolmay ekanman, o'zingiz o'tkazib berasizlar deb aytdi. Bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'tdi. Bir payt Abdulla Qurbon tapib yugurib kirib qoldi. Mayt vakyo wala topdi deb pullar dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni aytdi-da, tapir tupur yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbon rahmatli akasi nabi. Nabi dedim. Ne bitta aytib ketasanlar? Pulni olgandan keyin aytmaysanmi? Desam kuldi-da, aka